Assalomu alaykum qarindoshim. Qanday ahvolingiz, yaxshimi? Topdagi barliq qarindoshlarim alamish vaqt xayrli bo'lsin. Mana bu qarindoshimizning ikki gapini angldim. Yaxshi temalardan, yaxshi nuqtalarni qo'yibdi. Men bu yerda bir ikki nuqtani fikrimni deb baqay. Mening fikrim balkim ba'zi bir nuqtalarni to'liqlashga yordam bo'lishi mumkin. Birinchisi, Suriyadagi qarindoshlar masalasida. Buçu meni udulla toşkuğula yalang'achlar udulla gapni qilaman. Mevzuga tez yetish uchun gapni aylantirmayman. Oldi bilan shu 2009dan keyin vatanda ichilgan Xinjiang yig'inlaridan keyin bizning Sharq Turkistonda va keyin Beyjingda ichildi. Bu Xinjiang yig'inlarida Xitoyning planlarini shu. Bizni bir radikallashtirib, onun kendin şu urush bo'layotgan o tazeliq Arab bahori 2011dan boshlab qaynagan vaqtlar ashaga gapirib qurbonlik qilish planini tuzgan. Buni Turkiya bilan birga qildi. Buni yo'shirdigan yeri yo'q. Buni hammadan biladi. Yani bu 20-30 ming adam qanda piyoda berib, Malayziyaga berib, u yerdan Türk pasportlarini elib, yoki Turkiya uni apirib, Turkiya bilan Suriyaning chegarasidan qanda o'tkazilganligi buni hammasi biladi. Öyle tizig'i saqalni qo'yib Turkiyaga berib, Uyg'urlarni Suriyaga da'vat qilib, hozir saqalni Pakiz qirib etib Norvegiyaga berib, Uyg'uriston cho'lab o'tag'anlarni butun dunyo biladi. İstihbaratlar hammasi biladi. Bu ishlarni birga qildi. Oldi bilan buni tushunaylik. Yani Xitoy bilan Turkiyaning kelishgan narsasi Uyg'urlarni aşaqqa tashlab berib, qora bayroq ko'targan tashkilotlar tashlab berib, dunyoda bizning nimamizni sundirib, haqliq mashruiyatimizni sundirib turib, bizni xalqaro qaroqchilarning bir parcha qilib turib, mana bu qirg'inchilikni xotirjam qilishdi maqsad. Ama bu yerda Turkiya planga bo'ysunmagan bir ishi bor Turkiyaning. Turkiya oyoqqa o'tgandan keyin Xitoy bilan kelishgani bo'yicha O tarafga tashlab berib qirg'inni qildi. Ama Idlib'da to'xtab qolgan boshqa Uyg'urlarni to'xtab qolishiga yo'l qo'ydi va ularning saqlanib qolishiga mudahshat qanda ko'zini yumdi va yordam qildi. Şunu bilan Xitoyning mutaxassislari nima dedi shu vaqtda desanglardimi? Idlib'da Uyg'urlar yig'ilib qoldi degan vaqtida Turkiyaning bizga degandan boshqa plani va Turkiyaning niyati buzuq deb Xitoyning tadqiqotchilari Turkiya to'g'riliq qaqshidi. Ya'ni Turkiya bilan Xitoy kelishib turib qildi, ammo Turkiya yerimida o'zining planiga ketdi. Yani ap qoldi. Endi bu u yerda qolib qolgan qarindoshlarning ularga tushadigan vazifa var. Yoki ularning o'rinishi kerak bo'lgan shartlar var. Birinchisi ideologiyasida Xitoydan boshqani dushman ko'rmaslik kerak. Bütün vücudu bilan, bütün yurigi bilan, vatan bilan diniy e'tiqodni birlashtirish kerak. Bizning muqaddas yerimiz vatan. Uningdan boshqa bir yerda ko'zimiz yo'q. Biz bu yerda hozir muhojiratda turibamiz, ammo bizning ketadigan yerimiz va bizning vatanimiz va degan narsani aniq qilish kerak. Ikkinchisi, Xitoydan boshqa hech qanday dushman tutmaslik kerak o'ziga. Shuarda bo'lsin, eg'izda bo'lsin, hamma narsada. Bu narsalarni qila olsa, bu nimaning, ya'ni men dedim ya, sürgünlük hükümetlerinin sürgünde armiya teşkillash huquqlari var, jiq narsalar var. O qarindoshlar bu hozir to'ldiradigan bir qancha shartlar var. Shuni o'rinday olsa, ular boshqa narsa bo'ladi. Ularning g'arbda ularning lobbichiligini qilishning qonuniy asoslari var amaliyot uchun. Hamda shu yerga shu qarindoshlarimiz tayyor bo'lishi kerak. Endi mencha hozir darslarni chiqadi burunqi biyodi qurbonliklardan. Ders hatta 2001'den tatip biyodi qurbonliklardan darslarni chiqadi. Ularning ichidan ait aqlliq, hatta o'zini yetishtirayotgan, bilim bilanmi, aql bilanmi o'zini to'ldirayotgan odamlarmi bor deb o'ylayman. Hatta ba'zi nuqtalarda bu tashkilotlarning, g'arbdagi tashkilotlarning qaytirayotgan inkoslari bilan Idlib'dagi qarindoshlarning qaytirayotgan inkosiga qaraganda, Idlib'dagi qarindoshlarning saviyasida yuqorilikni bayqaysiz ba'zi bayonotlarda-chu. Hatta ular mag'ribdagilardan yaxshiroq nuqtalar var ba'zi nuqtalarda. Shuning uchun bu qarindoshlarimizni unda sirtqa unda urib bo'lmaydi, ammo u qarindoshlarimiz cho'qim diqqat qiladigan nuqtalar bor.
Onun dikkat kısa şu yerdeki qeyrindoshlarning mı şu Sharq Turkiston mustaqillik kurushining bir parchasi ekanligida ichiga akirib turib, ularning mı g'arbda nemisni qig'il bo'ldi, lobbichiligini, ya'ni biz bir shaklda mamamiz deb. Shuning uchun Turkiyani mi hamma nimada ayblayvermanglar, ular Xitoy bilan ma'qul deb planni boshlagan bilan bir yeriga kelgan vaqtida o'zi boshqa yoqqa tortib ketdi. Yana birisi Turkiya Qozog'istonga o'xshamaydi, Pokistonga o'xshamaydi. Turkiya mushu Xitoyni g'arbda to'siy oladigan Yevrosiyo quruqligidagi eng oxirgi va birdan bir davlat. Xitoyning ta'sirini Iranmi to'siy olmaydi, ammo Turkiya to'siy oladi. Hem Türkiye'nin ming yillik davlatchilik kulturi va tajribasi va bir davlat. Unda jiroqdan kelganlar akilasa, u akilisimi ya o'zining bir plani va akilab turadigan davlatchi. Shuning uchun hozir bir narsaga bek baldur tiqi. Biz faqat tayyorlikni yaxshi qilib, bu tayyorlik degan yalğız mı cismani cihetten ya taktik cihetten emas, ruhi cihetten, ideologiya cihetten mi tayyorlik en avval şu yerden başlanışı gerek. Bu birinci nokta. Yani bu neslerge hazır görüngünü boyunca hüküm pişmanla bu baldurluk buludu ve ahırsı da inşallah hayır buldu belki imteki. Mesela bir Xitaymış bir kançı yılını aldı 2017-18'de. Suriye'ye askeravatimiz bu yerdeki bizden devletimiz karşı karakçılar bilen biz bir uruşumuz depnim ki. Ben hoşu kanıtım şu vaxtıda. Bir evette koyunun valları. Bir közenge anağını bir köz etsin. Çünkü ayetikiler emri uruş nimesi de tecrübe var hazır kılada. Bizden aşağı qeyrindaşlardı ki. O Xitayda tecrübe yok. Bir uruş diyen koral bilen nime bilenli bulmaydı. Her bir forma ya ilgar koral bilenli bulmaydı. Uruş diyen aldı bilen moral aşını kançilik halaydığını şu uruşni. Kançilik teyyalığı ruhi cihetten. Bununla bağlıq neyse. Onundan keyin o lojistik ve başka narsalarga bağlı. Şuning uchun Xitoy bir avatgan bo'lsa, bir 10 ming askarni, bir anomanisini bir ko'ziga bir ko'rsatgan bo'lsa, jadki qarindoshlar bek yaxshi bo'ladi. Xitoyning butun obrazi aminimsin po'qliq o'tadiqcho. Ammo Xitoy keyin bilib qoldi va askarlarning u yerda butun rasvo bo'ldi. Shuning ular avatmadi. Shuning uchun bu yerdagi narsani butunlay shar, butunlay nima davishga bo'lmaydi, butunlay yomon ish bu debchi. Bu yerda diqqat bilan nozik muomala qilishimiz kerak va u yerdagi qarindoshlarimiz diqqat qilgan nuqtalarga, men yuqori tilgan nuqtalarga diqqat qilish kerak. Endi mening deydiganim shu, Alloh hamma yerda aman qilsin qarindoshlarni, barliq Sharq Turkistonliklarni dunyoning hamma yerdagi. Endi bu ikinci temamızda bu birli namoyish qilmamdiq yoki Xitoyga qarshi qavg'a ishni turimiz deganda mencha biroz tez gap qilib qoldingiz. Men yangi Avstraliyaga kelganda birinchidan men Avstraliyaga 12 oyning 5-kuni tushdim 2005-yili. 2006 yil 2 oyning 5-kuni, yani aeroplandan tushib 60 kundan keyin men tunji namoyishim chiqdim G'ulji 40-yilining xotirlash namoyishi. Ben şu vaxtda sizdek o'ylaydim. Şu Xitoyga kim qarshi harakat qilsa, men shuni yinda deb. Ammo keyin tushundim ki, masalan, sol tarafdagilarning namoyishga chiqsa, masalan, Sharq Turkiston degan gapni degizmaydi. Mustaqillik degan gapni degizmaydi. Tek ba'zi yerlarda Solih qarindishimiz chiqqan-ku, voqea mayli jimmida o'tirayli deydigan ajoyib siyosiy nuqtada aytganda, siyosiy g'itmak talablari bor bularning-ku. Shunga hazır ikkiga iniq bölünüp biz mustaqillik deymiz, ala avtonomiyachi. Bu narsa iniq, bu vaqtda hamma narsa iniq bo'ladi-ku, shu arlarni demiş to'latmaydiganligi, demiş mustaqillik demaydiganligi, hamma narsa tushunishlik bo'ladi. Shuning uchun bu ishimizni amaliyotda osonlashtirdi. Uyg'urlarni birlashtiraman degan gap bir narsani unutmanglar. Eng soli bilan eng o'ngni bir yerga akilma, qallisini bir yerga akilma degan gap. Bu bir dasturxonga kelma emas, chunki mingisini bir yerga kelma degan gap. Eng o'ngda kim bor? Masalan, Abduqodir Yapjan akimizdan nimasi fikrlari bu eng o'ngdagi fikrlar. Endi eng solda kim bor desak, bizning Erkin Tansin var eng solda. Bu ikkisining kallasini bir yerga kelish mumkinmi? Mumkin emas. Shuning uchun Uyg'urlarning ideologiya jihatdan bir gavdiga bir yerga kelishi amaliyotda mümkün emas ish. Unda qolganda bizga tanlash qoladi. 50-60 ga parchalanamdiq yo 2 ga parchalanamdiq. Bir yerga kelinmaydi ekanmiz. Unda olsa 50-60-70 ulab parchalanib ketamdiq yoki bo'lmasa
parçalanışının en az türü olan iki parçalanamdı 10 sol olup. Bu mantıklı oldu. On taraftakiler bir yakilerle, soldakiler bir yaki bolu demiş ki sözün şunsun, ondakiler biz Şarkı Türkistan yoluğa mağaylı. Yani bunu biz aldın hesaplagaçqa, aşı çıkan birinci günden tartib biz şu 10 sol kılıp bunu parçalaş üçün hep bin vatımız. Mana işiningla eğer sorularımızda avtonomiya deydiganlar ve şu müstakillik deydiganlar siyasi ve ictimai sorular ayrıldıgan bolsak var o şunçilik rahatlaydı. Oturuşlarımız ras oludu, ictimai oturuşlar. Siyasi faaliyetlerimiz ras oludu. Pilallaşlar bek önümlük oludu. İcraat kılgandı. Bika adamika putak çıkardıgan adamlı bombaydı. İşimiz ravajlanıp gidiyordu. Şunun için bu noktada benim deydiğim şu 10 sol işkiga bölünüp şu 10 özünün yolunda devam kılıp miniş gerek. Küllerinin biri de soldaki bir vicdan azabı çekip vatanını 500 dolardan çoğun bölüdüğü yere kelgen vaxtıda olanın yaşları çıkıp. O vaxtıda bir buna paslaşsak olurdu birbirimizle. Paslaşıp mansak. Ben burundan davatıma müstakillik kılış için dörtnesi gerekti. Bunun birincisi insan hakları o bu deydiğin yumuşak siyasi talep koyduğu. Yana birisi müstakillik deymiz deydiğin, onundan murassa qilmaymiz deydiğin qattiq siyasi talep koyduğun taraf. O yana birisi qurolliq kuch. Dördüncüsünü hazır demeyeyim de. Şunun için qarindoshlar, amaliyotda biz biraz anlık bolsak, biraz birbirimizni tushunsak, biraz diyalog bo'lsa o'rtamizda amaliyotda Xitoyning qo'rqadigan narsasi ashu. Bir-birisiga pas chiqargan holda yumshoq siyosiy talab, qattiq siyosiy talab va biroq qattiq kuch uchi bir-birisi bilan pas chiqarib mansa Xitoy mag'lub qila olamiz Xitoyni.